Mana hozir lasettimiz kelgan. Oldinda tapib bo'lgan ekan. Hozir remontini boshlaymiz. Krilolarni almashtiramiz. Mana kapotini o'zini to'g'rilaymiz. Qiyshib qo'ygan ekan azina qochib. Farasi singan, farasini almashtirib, banfer almashtiriladi. Zazorlar to'g'rilab beriladi. Stoykasi mana shu kraskasi o'chib ketgan ekan. Mana shu petni sepib beramiz hozir. Keyin ruchkalari o'chirib ketgan, hamma ruchkalarni boshqatdan bo'yab beramiz hammasini. 4 ta ruchkani bo'yab beramiz. Orqa banferini qilib beramiz. Orqa banferlar ham chiqa-chiqa bo'yasibdi, urilib. Kalinkani qilib beramiz. Kalinkan pachoq bo'lgan ekan. Pachoq bo'lib, mana chilagan ekan. Jirabshiklarni olib boshqatdan qilib beramiz. Shu kalinkani sepib beramiz. Mashinamiz holat. Endi mashinani yechintirib, ishimizdan boshlaymiz. Mana mashinamizni ham oldilarini tortib oldik, to'g'rilab. Uchlari bukilib qolgan edi ham kapotini. Shuni ham to'g'rilab qo'ydik kapotini. Hozir bu yon tarafini qilib oldik. Endi kalinkasini tortib olamiz. Kalinkasini pachoq edi, hozir mana shu kli yopishtirib, kli sistema tortamiz hozir. Keyin mana bu joylarini boshqatdan tozalab kalinkasini qilib beramiz keyin. Mana tortish jarayoniga tortamiz. Kli sistema tortib chiqaramiz kalinkani ham. Mana orqa banferda ham bu chasta teglar yopib o'tiribdi, hammasi bir xilda. Yo tarafini tegi ochilyapti, bundan ham to'g'rilab beramiz. Mana tegi ochilyapti, banfer pastda. Zazorlar katta bo'yapti, hozir bularni ham ko'tarib to'g'rilab qilgan, hammasini chet qilib berdi ozgina. Hozir boshqatdan uni ko'tarib yopamiz, to'g'rilaymiz hozir buni ham. Mana kalinkani ham tortib chiqarib oldik, tekis qilib. Kalinkani chiqardik. Tagida seriya shpagalka surilgan ekan. Hozir mana bularni bolgarkada tozalab turib, bunga mana monster suyuqligini sepamiz, zangga qarshi. Keyin buni sepgandan keyin ustidan gruntovka qilib turib, keyin mashlarni boshqadan shpagalka qilib beramiz. Mana bu joylarga ham shpagalka to'ldiramiz keyin. Shu cho'qirchalarga boshqatdan ishqalab tozalaymiz, bu yo'lni ham boshqatdan shpagalka to'ldirib tayyorlaymiz bu yo'lni ham hozir. Mana lasetimizni ham banfer fara kriloni qo'yib tayyorlab oldik. Mana tegdi zazorlarini chiroyli qilib yopib berganmiz, bir tekis qilib. Tegdi zazorlar ochilib qolmagan. Tepalari ham bir xilda chiroyli qilib qo'yganmiz. Mana krilo, bavu krilo edi. Mana shu yerda pachog'i bor edi. Buni chiqarib tekis qilib qo'yganmiz. Tekislab qo'ydik. Tayyorlab qo'yganmiz. Mana shu nomiga, mana chiziqchalar o'rniga shpagalka tortamiz, nomiga yuqi qilib. Izlari bir xil qilib qo'yilgan. Mana tayyorlaganimiz hamni yopishtirib qo'yamiz, krilog deb ketmasligi uchun, fara tegmasligi uchun. Endi buni yechintirib, mana shu yerga nomiga shpagalka surib gruntovkalaymiz. Mana eshikning zazorlari. Mana holati. Orqa kalinkani ham tayyorlab qo'yganmiz. Holat orqa kalinkani. Mana shu pachog'ini ashdan chiqarib, mana shpagalka bo'lgan o'ziniki, seriya shpagalka. Mana shuni ham cho'nqirchalarini to'ldirib, bu yerni ham gruntovkalaymiz. Mana bu yerni ham tozalab qo'yganmiz. Zangga qarshi monster suyuqligini sepib turib, top toza qilib qo'ydik mana.
Mana endi ustidan грунтовка qilib, shpaklevka yana грунтовка qilamiz yani. Mana zang chiqmasligi uchun. Orqa bamperlarni ham tayyorlab qo'yganmiz turgan joyda. Bunga ham nomiga shpaklevka грунтовка deymiz. Cho'nqilchalari bor hamda. Tochka. Bu yo'llarni ham tochka joylarga shpaklevka to'ldirib, грунтовка deymiz. Bu holati ham. Bu yo'llarda chuqalari bor. Shpaklevka to'ldirib, грунтовка deymiz. Bamperga yechib olib, endi ishni boshlaymiz. Mana Lacetti mashinamiz ham bitdi. Zazorlarni chiroyli qilib yig'ib berdi. Mana holatlari. Mana yon zazorlari. Mana stoykasi ham mana shu petno joyi bor, mana shundan bo'yab berdi boshqatdan. Ocharib qoldi. Kriloni bo'yab berdi. Kriloni bo'yab zazorlarni yig'ib berdi. Bamperni bo'yadi, oldi bamperni. Oldi kriloni bo'yadi. Orqa kalinka, orqa bamperni ham bo'yaganmiz. Orqa kalinkani ham bo'yab qo'ydi chiqarib. Holatda. Chirigan joylarini bo'yab. Hozir mana bamper, orqa bamper. Mana zazorlarni yopganmiz, bu yoqsi yopilgan. Yo'qsini ham xuddi shunaqa yopib berganmiz. Mana holat yopilgan, zazorlar yopilgan. Mana holat mashina. Mashinamiz bitti, endi egalariga topshiramiz mashinani. Mana holat. İşimiz bitti mana. Endi egalariga topshiramiz mashinani.